Bir gap bor ekan, juda ko'p aytamiz. Ayniqsa, mana shu qaynonalarga niyat qilib qaytamiz. Ilohim kelin shu xonadonda qizi bo'lsin deymiz. Men onam kelin tushirganda hamma niyat qildi, qizingizdek bo'lib yursin deb onamga savol berdim. Ona, hamma qizingizdek bo'lib yursin deyapti keliningizni. Lekin qizni bilasizmi? Sal injiqligi bo'ladi. Bilasizmi, qiz har zamonda uxlab qoladi. Har zamonda idishlar yuvilmay turadi. Qizingiz agar shu mehnatlarni qilsa ushmaysiz, so'kmaysiz. Ha, qizimda deb avaylab turasiz. Kelinni qizdek bo'lsin deyapsiz. O'sha injiqliklarga ham chidab turasiz desam, onam aytdi, roziman. O'zim aytdimmi? Qizimdek bo'lsin dedimmi? Qizimdek hamma kami-ko'siga ham roziman dedi. Qaynonalardan ham bir iltimosim bor. Kelinim qizimdek bo'lsin dedingizmi? Qizingizni injiqligini qanday ko'tarsangiz, o'shanday ko'tarib turing. Qanday erkaligi bo'lsa, o'shanday erkaligini oling. Qanday mehri bo'lsa, mehriga sazovor bo'lib turing. Mana shunday gaplarga rozi bo'lsangiz, kelinim qizim bo'lsin deb duo